Mana ko'pchilikda masalan o'sha dushmanim bor deydida, keyin o'shanga jazolashni xohlaydi. Qachon jazo keladi? Ba'zi paytda bo'ladi, o'sha dushmani qilgan yomonliklarini rosa gapiradi, shunaqangi anaqa qilib xafa bo'lib, keyin endi bir tomondan aytadiki, mayli men qo'yib berdim, agar men nima javob bermayman, farishtalar o'zi javob beradi deydi, lekin dushmanda agar yomonligi ko'payaversa, endi ko'pincha bu masalan mana ovsinlar bir-biriga juda ham qanaqadir qarama qarshilik, bir-birini ko'rolmasdan qanaqadir qarama qarshilikka kelib chiqishi mumkin. Yo bo'lmasa ishxonada o'sha postoyanno uchraydigan, postoyanno yoningizda bo'ladi. Endi shunaqangi qanaqadir sizda dushmanlar paydo bo'lishi mumkin. O'sha dushmanlar bilan qachon endi unga deydi, bu beragini unga kim beradi deydi, javobni oladi. Kimlardir masalan o'ch olishga tushadi, kimlardir har kuni o'shaning javobiga yarasha uni qilgan demak o'sha zararga yarasha bu ham o'sha zarar qila boshlaydi, kimlardir o'sha boshi ketma-ket o'sha agressiyadan chiqib keta olmaydi. Ana endi shu savolga javob bermoqchiman. Chunki bu anaqada koinotda juda ham ko'p narsa jarayon sifatida ketadi. Ana shu indiyskiy ayniqsa mifologiyada har xil mana shunaqangi rivoyatlari bor. Rivoyatlarda masalan mana Mahab degan juda ham katta bir epos bor. O'shani agar o'qiganda ham juda ham ko'p mana shu koinotdagi kuchlar. Ular endi ko'pchilik aytadiki, induslar ular deydi har xil haykalchalarga anaqa sig'inadi deydi. Ular sig'inmaydi. Ular o'sha haykalchalar orqali har xil mana shu kuchlar, ular masalan farishtalarning o'zining nomi bor. Keyin mana biz musulmonlarda yomon kuchlar shayton deydi, bitta shayton deb qo'yadi, lekin ularda astral kuchlar deydi, astralniy deydi, har xil kuchlarni, ularni ham hammasini o'zining nomi bor, salbiy kuchlarni. O'shanga yarasha juda ham katta har xil eposlar, har xil shunaqangi mifologiyada demak rivoyatlar to'qilgan. O'shanda ularni qiladigan harakatlari yaxshi tushuntirib berilgan. Mana shu vrak to'g'risida, dushman to'g'risida men Shriya Aurobiндani shu "Путешествие в сознание" degan kitobida juda yaxshi tushuntirib bergan. Men o'sha kitoblarni o'qiganimdan keyin anchagina masalan menga yomonlik qilgan qaysidir odamlarda unchalik hech qachon yomonlik bilan javob bermayman, lekin umuman bunaqa odamlar bilan uzoqda yurishni yoqtiraman, chunki ular bilan tenglashaman desangiz ichki energiyangiz ham ketadi, keyin uni urinasiga tushib qolasiz, u quvvatga o'sha past ishga qilishga majbur bo'lasiz, yo bo'lmasa ezilib qiynalib o'tirishingiz kerak. O'shaning uchun unaqa odamdan uzoqroq yurganingiz yaxshi, lekin dushman har doim o'zini nima deydi, jazosini oladi. Endi o'sha jazosini qanaqa oladi deganda, Shriya Aurobiндani "Sintez yoga" degan kitobida u как раз разрушительная сила Kali deydi. U ham bu indiyskiy mifologiyada ularning hammasining nomi bor. Ana shu разрушительная сила Kali u deydi qanaqadir vaqt soati yetganda ana shu Kali deydi ishga tushib ketadi deydi. Unga deydi naqasidan qahridan deydi uni demak jazosidan hech kim qochib qutula olmaydi. Действительно deydi Kali juda katta kuchga ega deydi. Rostdan ham mana Hindistonda juda ham ko'p ularning har xil o'sha haykalchalari bor. Qop-qora rangda, naqasi tili qizil, shunaqangi naqa. Ko'pchilik даже uyga o'shani oladi, sotib oladi. Sababi shu dushmanniga javob beradigan shunaqangi kuchli bor degan narsani bilib, o'zim javob bermayman, lekin o'sha tepadagi kuchli javob bersin degan ma'noda ular endi o'sha mifologiyalar, o'sha kuchlarni ta'sirini yaxshi bilishar ekan. Men endi hozir o'sha to'g'risida gapirmoqchiman. Masalan, siz dushmaningizga bumerangni kim beradi? Agar siz masalan bo'ldi, uzoqlashing, bo'ldi, o'sha dushman bilan tenglashmang deganda, endi ko'plar buni baribir ichidan uspokoyitsa qila olmaydi-da. Yo'q, menga bunaqa zarar qildi, mana menga bunaqangi sehr qildi, mana meni yomon ko'rdi. Shunaqangi demak anaqa quvvatni nimaga qaytarish kerak? Ayniqsa qaytarma qilaman degan odamlar men hayron qoldim. Chunki siz o'shaqangi bilmaysiz qanaqa yomon kuchlarni, pastdagi astral kuchlarni qaysilarini siz ko'tardingiz-da, u kuchlar o'sha orqangizda tushadi. Всё, siz uni nima deydi, orqangizda как magnet sifatida ilashtirib yurasiz. Mana kecha ekstrasens, bitva ekstrasensda o'sha to'g'risida gapiryapti. Juda ham qanaqangi yomon kuchlar bor, qanaqangi dushmanlik qilib shu bir yoshgina qiz bir erkak bilan tanishadi-da. Keyin o'sha bilan restoranda o'tirganda uni xotini ko'rib qoladi. U uylangan bo'ladi va uylamaganman deb bu qizni aldab yurgan bo'ladi-da. Keyin u xotin keyin bu qizga bitta gul yuboradi. Guldasta yuboradi. Keyin aytadiki, nima bu desa, keyin sen jonatay bilan sen uchrashib yuribsan deydi. Men ahamiyat bermadim deydi. Bunda qaradim, gul, ha, yaxshi deydi, hidladim deydi. Qo'ydim deydi, shu uyimga deydi. Keyin unda shuni deydi, где-то bir 15 kun, 20 kundan keyin deydi, qarasam deydi, qanaqadir ovoz eshityapman deydi. Ichimda deydi, atrofga qarayapman, yo'q deydi. Menga deydi qanaqadir qo'rqitadigan, keyin seni hayoting barbod bo'ladi degan shunaqangi deydi fikrga kela boshladi deydi. Qarasam deydi, bir vaqtda o'zida qanaqadir birdan ichimdan ovoz deydi, gallyutsinatsiya boshlandi. O'sha слуховой gallyutsinatsiya.
orqasidan qo'ymay hech kim bilan tanisholmas ekan, umuman hech qaysi erkak kishi kelolmas ekan, chunki kim bilan tanishsam deydi, birdan yo'q bo'lib ketadi deydi. Где-то bir orada bir 3 yilmi shunaqa holatda yuradi o'sha ekstrasenslar. Keyin shu tekshirganda shu bittasi aytyaptiki, yo'q, это inkub deydi, bu sani oldingda deydi, как erkak sifatida turib deydi, senga hech kimni yaqinlashtirmayapti. Endi buni boshqa anaqalar ham ko'ryapti, ekstrasenslar ham ko'ryapti-da. Da bu naqa подселенец deydi kimlardir. No ichiga kirgan deydi. O'shanda har xil rituallarni o'shani chiqarib yuborish yo'llarini ham ko'rsatib beryapti-da. Ana bunaqa bor narsa, chunki demak ketyapti, sen o'zing bilmaysanmi deydi, noto'g'ri qilgan hamma bildim deydi. Men anaqalardan jenati uylangan erkaklar bilan yurardim. Men bilganim ham yo'q, tushunganim ham yo'q buni mo'nalgan, lekin menga juda ham qattiq jazo berdi. Men o'sha men ham nimadir qilib o'shani nima qilsam-ekan, qaytarsammikin deganda shunda ekstrasens aytadiki, ni в коем случае hech qanaqa uni qaytarish kerak emas, sen bilmaysan, sen qanaqangi kuchni uyg'otib olasadi, u ayolga javob bera oladimi yo'qmi. Agar masalan ayol hech qanaqangi aybi bo'lmasa, u senga qaytadi, keyin mana o'zing qancha qiynalding hozir desa, keyin rostdan ham shunaqa kuchi juda ham chiroyli qiz, shunaqangi kavkazskiy внешность, lekin shunaqa yig'lab o'tiribdi, shunaqa narsa bor ekan, men umuman ishonganim yo'q deydi. Rostdan ham shunaqangi kuchlar bor, agar o'shanga mana ko'plar mana issiq sovuq qilganda qaytarma qilaman deydi, qiladi ham, ko'plar qiladi. Undan keyin o'shani javobini ham olgandan keyin men bilmasdan qilibman, mana endi javobi keldi deydi. Bu har xil avariyalar bo'lishi mumkin, bu har xil onkologiya bo'lishi mumkin, bu har xil masalan to'lovlar to'ladi, bu qanaqadir bolasini hayotiga xavf soldirishi mumkin. Shunaqangi yomon narsalar bilan to'lov to'lanadi. O'shaning uchun siz o'shunaqangi narsalarga, sizga dushmanlik qilgan odamga dushmanlik bilan javob berish kerak emas. Sizga siz uchun o'ch oladigan, siz uchun shu bumerangni qaytaradigan juda katta kuchlar bor. Ana shu to'g'risida gapirmoqchiman. Bu mana legenda, rivoyat bo'yicha shunaqangi bir mif bor ekan, bir afsona deyiladi. Bu anaqani shu разрушительная сила Бога deganda, Kali deganda, o'sha Kalida aytyapti-ku, mana bitta er xotin bo'lgan dedi. Bu Shiva eri Parvati degan uni ayol deydi. Shunaqangi deydi, chiroyli ayol deydi. U juda ham eriga shu erga yaxshi qaraydi deydi. Uylari chiroyli ular deydi. O'zi juda ham bir go'zal deydi, sochlari uzun, qaddi qomat kelishgan, shunaqangi chiroyli kiyimlarda, taqinchoqlarda deydi. Hamma uni ko'rib deydi. Endi bu afsona, hamma uni ko'rib deydi. Shunaqangi bir namunali oila, namuna oladigan shu ayol deydi. Lekin deydi, bu ayol deydi erini yonida yuradi deydi. Lekin juda ham deydi, endi afsona butun yer yuzidagi shu koinotda deydi, u bitta narsaga ahamiyat beradi. Koinotdagi muvozanat buzilmasligi deydi. Muvozanat deydi, sekin asta muvozanat buzila boshladi, o'sha joyda deydi ahamiyat beradi deydi. Keyin sekin asta deydi muvozanatni buzayotgan odamga deydi tarozi qo'yadi deydi. Qani yomon narsa qilayotgan bo'lsa deydi, o'sha tarozida qani qancha o'sha qilgan yomonligi ko'payyaptimi? Qanaqadir moment kelganda tarozi deydi muvozanati buzilib deydi, uni yomon ishlari ko'payib ketgan bo'lsa deydi, bu shu Parvati degan bu ayol deydi, birdan Durga degan o'sha nomi ham o'zgarib ketadi. Bu degan защита, demak himoyaga tushib ketadi deydi. Bu koinotdagi kuch deydi. Sizni deydi butun koinotdagi hamma odamlarni ustidan o'sha защита, himoya vazifasini bajaradi deydi. Keyin u aktivlashib ketadi deydi. Agar deydi o'shadan deydi qolgan tarozisi deydi sal deydi muvozanatdan buzilgan bo'lsa deydi, unga deydi birdan deydi o'zgaradi. Demak uni rangi deydi ko'k deydi, chomli siyli qop-qora rangga aylanib ketadi deydi. Tanasining rangi tili qizil bo'lib deydi, juda ham uzun bo'lib chiqadi deydi. U tili bilan deydi juda ham ko'pchiliklarni o'ldirib yuborishi mumkin, juda ham katta shunaqangi bir yomon kuchga, zaharga aylangan bo'ladi deydi. Keyin uni deydi munchoqlari deydi cheripga aylanadi, shunaqangi bosh suyaklarida, skeletda bosh suyaklariga aylanib ketadi deydi. Keyin qo'lida ham pastdagi yubkalari ham deydi odamlarni o'sha o'lganlarning qo'liga aylanib ketib, ishqilib juda ham bir maxluq qo'rqinchli bitta personajga aylanadi deydi. Keyin u deydi qahrga to'lib ketadi deydi. Qahrga to'lib ketgandan keyin deydi, nima qiladi deydi, o'sha u koinotdagi muvozanatni ushlab turish kerak deydi. Muvozanat buzildi deydi. Sizni dushmaningiz bitta sizga yomonlik qilmaydi, u hammaga yomonlik qiladi deydi. U yomonlik qilib deydi, ko'payib deydi, tarozisi oshib ketgandan keyin deydi, unda deydi o'sha bu haqiqatni qo'riqlaydigan shunaqangi deydi kuch deydi, farishta deydi. Keyin qahriga to'lib ketgandan keyin nafrat, g'azab boshlangandan keyin deydi, juda ham katta deydi, demak unga udar beradi. Unda deydi жалость deydi, rahm kelish unaqa narsa yo'q deydi, o'sha bo'ldi deydi. Uni deydi
ta'siri aktivlashib ketadi deydi. Lekin o'shanda deydi o'sha bu yerda kerakli jarayon deydi, sabab va oqibat deydi. Yana shunaqa jarayon deydi, u ham boshlanib ketadi deydi. Demak, ichkarida deydi, shunaqa katta kuch uyg'onadi. Keyin negativ programma ko'payib ketgan bo'lsa mana shu odamda, keyin borib deydi, uni deydi anaqa qilib javob berish kerak deydi. Uni javobini o'sha anaqa bera boshlaydi deydi. Bu qanday javob bera boshlaydi deydi. Keyin deydi, hech qanaqa deydi siz o'ylamagan darajada o'ylamagan darajada deydi, uni deydi jazosini ola boshlaydi deydi. Ana bunga misol qilib aytishim mumkin. Mana bir ayol aytuvdiki, men dedi shunaqangi anaqada shu bir organizatsiyada ishlaganman deydi. Bu organizatsiyada naqa bo'lganda meni ishdan haydashdi dedi. Meni ishdan haydashdi, hech qanaqa dedi, meni dedi naqam yo'q edi, aybim yo'q edi, lekin meni ishdan haydashdi dedi. Tем более bunaqada dekretga chiqishim kerak, dekretning pullarini ham berishmadi dedi. Sen dedi сокращенияga tushding deb dedi. Bu qanaqa, bu shunaqa qonun qoida yo'qmi desam dedi. Unaqa yo'q dedi, seni dedi o'sha anaqaga chiqarishdi. Ish qilib men dedi bir 3 oylik oyligimni berishmadi, dekretning pullarini berishmadi dedi. Meni anaqaga kabo сокращение deb haydab yuborish dedi. Keyin hech kimga ham dedi anaqa qilganim yo'q, shikoyat ham qilganim yo'q. Boshqa ishga joylashdim dedi. Bor dedi, dokumentlarimni olib boshqa ishga joylashdim dedi. Undan keyin bir oy o'tmasdan bu yerda o'sha ishlayapman, esimdan chiqib ketdi dedi. Esimdan chiqib ketdi, keyin birdansiya men borib men chaqirishdi dedi, borsam dedi, menga dekretning pullarini berishdi. Undan keyin bu yoqda anaqa berilmagan 3 oylik oylikni ham berishdi dedi. Meni ko'zimni oldida o'sha boshliqlarni narushnik bilan shu anaqadagi prokuratura odamlari olib ketdi. Ular juda katta narusheniyalar qilgan ekan dedi. Lekin men o'shanaqa jazolamagan bo'lardim. Hech qanaqangi meni dedi unaqangi mayli shunaqa bo'lar ekan deb, даже dedi shu onlayn ishlar olib dedi, boshqa ishga joylaganman. Men uyda sen hali anaqa qilsan, dekretda ekansan deb menga даже onlayn ishlar berishdi dedi. Yaxshi ish topib oldim. Lekin ularga men unaqa jazo bermagan bo'lardim dedi. Men даже kechib bordim. Nimaga shunaqa bo'ldi? Hayron qoldim. Meni deb bo'lmadiki bu narsa deb aytdi deydi. Nima deb siz aybingiz yo'q, lekin bu yerda u jazosini oladi, chunki yomonlik qilibdi. Demak, koinotdagi shu muvozanatni buzgandan keyin rostdan ham u qanaqadir o'zir javobini oladi. Keyin yana bir ikkinchi naqada bu ayol ikkita bolasi bilan aytdiki, meni shu erim shunda ichib kelardi, urardi. Keyin meni dedi ko'chaga haydab yubordi. Qaynonam dedi uy joysiz dedi, haydab yubordi dedi. Keyin ishsiz yuribdi degan narsalar bilan ish qilib dedi, aliment ham ololmadim, hech narsa ololmadim. Короче, keyin ota-onam yordam berdi dedi, keyin uy sotib olib berishdi dedi. Keyin ishga joylashdim, shu bilan bolam katta bo'lib ketdi, bolam katta bo'ldi dedi. Uy joyli bo'ldi dedi. Keyin u dedi, erim bir nechtasi ayollarning orqasidan yurdi, uylanmabdi ham dedi. Keyin dedi birdan paydo bo'lib qoldi. Oradan bir 20 yil o'tgandan keyin paydo bo'lib qoldi dedi. Keyin dedi shu bizani ko'chada paydo bo'lganini ko'rib qo'shnilar aytdi. Endi bolalarning oldiga kela olmaganu, o'shanda qo'rqib yurdim. Hozir kelib yana bir narsa qiladimi? Shunaqangi menda uni yuzini ko'rganimda shunaqa menda qo'rquv paydo bo'lardi dedi. Yo'q dediki, shu bizani ko'chani o'zidagi qanaqadir shu xuliganlar bilan qo'shilib dedi, qanaqadir kvartirani kraja bo'libdi dedi. Keyin uni dedi qamab yuborishdi. Men lekin uni qamalib ketishini xohlamadim, lekin men nima uchundir orada 20 yil bo'lib ketdi dedi. Yana paydo bo'lib shu bizga yaqinlashmoqchi bo'lganda Alloh o'zi shunaqa uni yo'lini to'g'rilab qo'ydi dedi. Bu yerda rostdan ham shunaqangi katta biz ko'rmaymiz, koinotda shunaqangi katta kuchlari bor. Ana shu naqada shu mifologiyada aytyapti-ku, agar deydi kaliy ishga tushib ketgan bo'lsa, разрушительная sila deydi, bu degani shikastlaydigan, bu javob beradigan, muonzaratni har doim saqlaydigan, degan haqiqatni qo'riqlaydigan, shunaqangi odamlarni himoya qiladigan juda katta kuch bor. Bu deydi, agar siz aybingiz bo'lmasa deydi, unaqa odamlar deydi har doim ham o'zini naqasini nima deydi, javobini oladi deydi. Lekin deydi, masalan, siz o'zingizda agar ayb bo'ladigan bo'lsa deydi, siz albatta o'zingizni deydi qanaqadir etapini o'tasiz deydi. Keyin unaqada javob ham nima deydi, siz dushmaningizdan даже xursand bo'ling, chunki Shiravrubinda aytyaptiki, vrak qachon появляться qiladi, dushman deydi. Qachon sizda deydi, shunaqangi mana tozalanasiz deydi, ichkarida deydi, sizni o'zingizni bilmagan deydi, qanaqadir talantlaringiz yotibdi, yo'qsa o'zingizni qanaqadir tushunmagan deydi, qanaqadir bitta shu hislatlar paydo bo'lishi kerak. O'shanaqa paytda dushman sizga dushmanlik qiladi deydi, qo'zg'atib yuboradi ichki kuchlarni deydi. Ana shu kuchlar natijasida siz rivojlanasiz, o'sasiz, keyin shu o'zingiz katta bitta bir hislatga paydo bo'lasiz deydi, qanaqadir bitta katta ishlarni qilasiz, rivojlanasiz deydi. O'shanda deydi dushman o'zidan o'zi yo'qoladi deydi. Bu endi bu jarayon, bu shunaqa narsa. Endi lekin naqada
bu legenda deyapti-ku, bu shunaqangi mana shu koinotdagi juda ham katta o'sha величайшая sila deyapti, juda ham katta kuchlar deydi, keyin освобождение keladi deydi. Bu odamni o'zi ham deydi, noto'g'ri qilayotgan odamni ham deydi, ba'zi paytda bo'ladi. Kimlardir masalan turmaga ketadi, kimlardir masalan даже qanaqadir o'lim jazosini oladi. Bu sababi deydi освобождение keladi deydi. O'shaning uchun qancha ko'p yomonlik qilgan bo'lsa, uni qilayotgan odamlarga zarari qancha ko'p deydigan bo'lsa, o'shanga yarasha u javobini oladi. Endi uni javobini olishini ham o'zini sroklari bor. O'sha numerologiyada mana aytiladi, masalan znak beriladi. Mana u masalan taroziga qo'yilyapti, bitta yomonlik qildi, masalan sizga qildi, kimgadir qildi deb 3 yil ichida unga qanaqadir znak bo'ladi, o'sha qanaqadir noto'g'ri yo'lga ketyapsa degan znak bo'ladi. Uni tushunmasa keyin 5 yilda keladi. 5 yilda ham mana tushunmadi. Undan keyin mana yana srok beriladi, 7 yil. Nima uchun bu sroklar beriladi? Balki o'zgarar. Lekin bu tarozida uni qilayotgan yomon ishlari ko'payib ketgandan keyin где-то 12 yil deganda уже uzil kesil qanaqadir bitta katta javob oladi. Chunki yuqoridagi katta kuchlar, o'sha разрушительный сила kaliy deydi, o'sha dorka deydi, o'sha kuchlar ishga tushib ketadi. Keyin bu juda ham chomli такой deydi, yarısni ularni deydi, berayotgan zarbasi deydi. Siz даже o'ylaganingiz ham sizga bitta kichkina yomonlik qilgan bo'lsa, o'sha yomonlikda deydi 100 ta odamga qilgan bo'lsa, unda deydi уже 100 barobar oshib ketgan bo'ladi. Tarozi deydi, уже rostana balasi deydi, og'ir kelgandan keyin deydi, bu yerda shunaqangi juda ham katta chomli, agressivniy, yarısni energiya, bu degan juda ham g'azabga, nafratga to'lgan, juda katta energiya yotgan bo'ladi deydi. O'sha energiya deydi unga hujum qiladi. Chunki koinotda yana bu qanaqadir bu mifologiyalarda odam sifatida ko'rsatganimni, lekin koinotda bular kuchlar deydi. Bu shunaqa zgustuk energiya, katta kuch deydi. Borib o'sha yerga sen koinotda energiyasini buzma, koinotda muvozanat bor, sen nima muvozanatni buzyapsan deb o'sha odamga qanaqa jazo berishdi. Mana musulmonlar aytadi, Alloh o'zi chevar deydi. Alloh o'zi biladi qaysi tomondan urishi, qaysi tomondan unga zarba berishi, qaysi uni kamchiligi, ichki dunyosida bunga uchun juda bir muhim bo'lgan narsalar bo'ladi. O'sha tomonga qarab urib, u demak juda ham katta jazoni beradi. Sizni освобождать qiladi deydi. O'shaning uchun bu o'sha kaliy deyapti. Birinchidan unga vaqt kerak deydi. Vaqtni o'sha birinchi tarozisini ishga soladi deydi. Taroziga qarab turadi deydi, qanday bo'lyapti deydi. Keyin u har doim haqiqatni oqlaydi. Agar masalan koinotdagi haqiqatni yo'q qilib, demak noto'g'ri demak ko'ngli pok odamlarni himoya qiladi deydi. Noto'g'ri narsa ketayotgan bo'lsa deydi, ularni hammasini deydi shu uchotga olib boradi deydi. Keyin endi ko'pincha u bizlarni shu yomonlik qiladigan odamda endi shu ego, undagi qanaqadir bir yolg'onchilik, shunaqa yomon narsalar ko'payib ketgan bo'lsa, kibr ko'paygan bo'lsa, o'zi sezmagan holda noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, o'sha egoni ham deydi yakson qiladi deydi. O'shaning uchun undan tashqari keyin yana mana odam o'zida juda ham katta kundalin degan kuch bo'ladi. Bu позвоночник pastda yotgan kundalin deb, u ham deydi xuddi o'sha kalini kuchi bor deydi. Juda ham katta внутри deydi, u deb tepaga ko'tarilib deydi. Masalan biz eng kambag'al oiladagi shu inson ham borib masalan katta boyliklarga ega bo'lishi mumkin. Chunki boylikda ketiradigan o'zi katta kuchlar bor ekan. Uni ham o'zining mifologiyasini o'qiganda hayron qoldim. Rostdan ham boylikda qonun qoidalari bor ekan. Boylikda ketiradigan o'zi katta kuchlar bor ekan. Ana shu kuch, qonun qoidalariga masalan e'tibor bermasangiz, uni tushunmasangiz, даже bitta qonunni buzganda ham masalan kimlargadir boyliklar keladi, ketadi. Kimgadir boylik umuman kelmaydi. Hech qachon boylikni qo'lga kirita olmaydi. Ular umuman qonunni tushunmaydi. Kimlardir yana qonun, o'sha qonunni biladi deb boylik kelib, boylik juda ham yaxshi nima deydi, saqlanib qoladi. Biri ajdodlarigacha, avlodlarigacha hammasi bu boylik yetib keladi. Sababi ular o'sha qonun qoidada ongli ravishda, ongsiz ravishda o'sha tushunadi deydi. O'shaning uchun agar shu boylik qonunlarini bilib boylikni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, 29-mayda biz webinar o'tkazamiz. Telegram kanal orqali yozilib shu bilimlarni olishingiz mumkin. Ana endi undan tashqari mana biz taro sistemasiga qaraydigan bo'lsak, mana 21 etapdan biz o'tishimiz kerak deydi. O'shanda 20-etap bor, Strashniy sud degan bitta karta bor. Bu degani Strashniy sud qilgan bizning mehnatimizga, qilgan mas'ul harakatimizga yarasha Strashniy sud o'sha etapga yetib kelganda albatta sizni dushmaningiz javobini oladi, sizga eshittiradi. Siz eshitasiz. Undan keyin siz qanaqadir master darajasiga chiqasiz. O'shaning uchun siz hali rivojlanasiz. Sizda agar qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kamchiligingizda sekin biling, o'sha dushman nima uchun keldi, sizga o'sha kamchilik ko'rsatuvchi uchun rivojlaning. Ana undan keyin o'sha Strashniy sud kelganda siz eshitasiz, dushmaningiz albatta demak jazosini olgan bo'ladi. Undan keyin siz master darajasiga chiqasiz. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'ling, izohlar qoldirishingiz mumkin.